Türkiye'de yüz bergen yer tevreş afetidan qutquzish jarayonida Xitoy doiralari Türkiye xalqining ko'zini bo'yashga urindi. Misrlik jurnalist Sabir Mashhur Xitoy izlash qutquzish atritining o'zini alqishlatqizish va Xitoy bayrog'ini tiklashdan tortib, bir Xitoy xodimining musulmon bo'lganligi haqidagi xabarlarning tarqalishicha bo'lgan kishini hayron qoldiradigan tashviqot faoliyatlarini fosh qildi. Şunun bilan birga bir Xitoy diplomati Türkiye ve Koreya hamkorlashib yasagan va yer tavrash markazidan 1200 kilometr yiroq bo'lgan Çanakkale ko'rikini Xitoy yasagan ko'rik yer tavrashda ziyonga uchirmadi deb tashviq qilib satchilikka qoldi. Yana bir tarafdan Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistondan kelib muhojiratda yashayotgan Uyg'ur xalqi o'zlarining azobini unutib yer tavrashda qazo qilganlarga yordam qilishga otlandi. Birinchi kundan boshlab 500 dan ortiq kishi izlash qutqizish xizmatiga qatnashdi. Dunyoning har qaysi joylarida yashaydigan Uyg'urlar jami 23 million 839 ming 500 lira ihona qildi. Xitoy hukumati har xil nomlar bilan Sharq Turkiston xalqini tutqun qilib kelayotgan bo'lib, bu qitim Aqto'y noyasida atalmish Bahor Güldürma markati nomida maxsus tutqun qilish harakati qo'zg'agan. Aqto'y noyalik axborot organining xabar qilishicha, mazkur tutqun qilish harakatini Aqto'y noyalik sud mahkamasi alohida qo'zg'agan bo'lib, 16 fevral Xitoy hukumati qisman aholilarni soqchixonaga majburiy chaqirib kelib tutqun qilgan. Qismanlarni oilasi kirib tutqun qilgan. Xabarda Xitoy doiralarining 8 soat harakat qilish orqali 4 teloni fosh qilganligi, buningga munosabatlik 8 odamni tutqun qilib, 4 odamni rasmiy to'xtatib qo'yganligi bildirilgan bo'lsa-mu, biroq ularning nima sababli tutqun qilganligi yoki to'xtatib qo'yganligi haqida uchur bermagan. Tünügün səhər Tacikistonda 7,2 bal yer təvirgən olub, Şərq Türkistanның Qashqar, Aqsu qatarlıq rayonlardakı xalq güclük təvrəşini his qilgan. Xitoy yer təvrəşini közetish idorasining bildirishicha, 23 fevral shu joy vaqti soat 8 dan 37 minut o'tganda Tojikistonda 7,2 bal yer təvirgan. Təvrəş mənbəsining cho'nqurligi 10 kilometrga yetgan. Tavrash markazining Sharq Turkistonga eng yaqin yeri taxminan 82 kilometr bo'lib, Qashqar, Otush, Aqsu qatorliq viloyatlardagi xalq yer tavrashini aniq his qilgan. Xitoy doiralari o'lim yoki moddiy ziyonlar haqida ma'lumot bermadi. Aqsaray Xitoyning Rossiyani texnik qurol bilan ta'minlamaganligini, ammo bu tanlashdanmi voz kechmaganligini o'tirg'a qo'ydi. Aqsaray bayonotchisi Karin Jean-Pierre o'zlarining Xitoyning Rossiyani qurol yordami bilan ta'minlaganligini ko'rmaganligini, ammo Xitoy tarafining bu tanlashdan texnik voz kechmaganligini aytdi. Kanada doiralari yaqindan buyon Xitoyning Kanadaning shimolidagi havo va dengiz rayonidagi kuzatish faoliyatlarini iz qo'llanayotganligi va to'silganligini e'lon qildi. Kanada Tashqi ishlar ministri Melanie Joly bu haqda biz zarur tepilganda Xitoyga qarshi turamiz. Zarur tepilganda Xitoy bilan hamkorlashamiz dedi. Kanada taratqullarining xabariga qaraganda, Kanada Davlat Mudofaa ministrligining bayonotchisi Daniel Lee Bottiller Xitoyning Kanadaning havo va dengiz boshlig'ida kuzatish harakati elib berishidagi eng yangi urinishlarini to'liq bilamiz degan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashi birda qaror ma'qullab, Rossiyani darhol va shartsiz Ukrainadan chekinishga chaqirdi. Rossiya, Belorussiya, Mali, Suriya, Nikaragua, Eritreya va Shimoliy Koreya qarshi belat tashildi. Kuba, Aljeriya, Armeniya, Bengal, Boliviya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Eron, Qozog'iston, O'zbekiston, Sudan, Uganda va Vyetnam qatorliq davlatlar belat tashlashdan voz kechdi.